Mana shu videoni kim ko'rdi? Shu videoni ko'rganimdan keyin juda ham yig'ladim. Xafaligimdan emas, xursandligimdan yig'ladim. Chunki bitta holat esimga tushib ketdi va uni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'ylab qarasam, u gapni sizlarga aytmagan ekanman. Qaynonam operatsiyaga, больницаga ketishlaridan bir kun oldin katta opalari uyimizga kelishi kerak edi va o'sha kuni qaynonam ishga borishlari kerak edi. Shuning uchun uyda meni o'zim bo'ladi kunduzi, men o'zim edim va opalari kelishi kerak edi uyimizga. Keyin aytdim, "Opangiz kelarkan, o'zim qarab turaman" desam, "Yo'q, uyga bormang" dedilar. Kichkina opammi uyda o'tirib turadi men ishdan kelgunimcha dedilar. Keyin g'alati bo'ldim, nimaga bizga o'tiryapsizlar desam, "Yo'q, noqulay bo'lasizlar, ikkalanglar ham" dedilar. Keyin ular noqulay bo'lsa men sovuq bilan ko'chada aylanib turaman, bo'lmasam siz kelguningizcha uyga, biz uyga kelsinlar, nima qiladilar boshqani uyda o'tirib, biznikiga mehmonga kelyaptilar dedim. Keyin aytdilar, "Nimaga sen ko'chaga chiqishing kerak? Bu sening uying-ku. Opam kichkina opam uyda o'tirib turadi, hech narsa qilmaydi. Sen nimaga bu uydan chiqishing kerak? Bu sening ham uying" deb turib gapirgandilar. O'shandan keyin yomon ta'sirlanib yig'lagandim. Shuning uchun mana videoni ko'rib, o'sha holat esimga tushib ketdi. Qaynonam, "Bu uy seniki, sen chiqishing kerak emas. Opam kichkina opamnikida o'tirib turadilar. Ular bir kunga mehmonga kelgan. Bu uyda sen yashaysan" deb gapirgandilar.